14'larga bilet yozding, o bilet cheki ham shu yerda jonim, tut obratna. Azaki qanaqa lichkaga kirib nima qiling? Xo'p bo'ladi, bir og'iz so'z jonim. Pasportingiz tashiyman, kutib olaman. Xo'p bo'ladi jonim. Bola chaqamdan ham kechaman sizni jongina, xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Siz uchun yashayman men. Nima desiz? Nima desiz xo'p deyman jonim. Siz bergan tizig'ingizdan chiqmayman. Qanaqa temir xotin qanaqa avtomat berasiz qo'liga buni? Akajon, mani temir xotin deyapsiz, anaqa kabishimni beraman, shu Azaki shuni kelsinlar, o'zi bilanlar qayerda yashashimni mani. Nima qilay, atkazqiyin Turkiyada nima bor menda? Atkazqiyin jongina Turkiyada nima qilaman men? Erkaklar ichida tavba qildim. Ya, Kia kabish Moskva fuqaroligini ham olib berasizmi? Tirik kelsa urushdan? Yo'q, urushdan emas, ana Jizzaxdagi Olmazor City uyimni beraman. Azaki bir marta kelganlar, prosta 5 minut mehmon bo'lib ketganlar-da bu kishi. 5 minutmi aziz? Yo'q, 5 minut mehmon bo'lib ketganlar. Bilaman o bek bilan yo'q bir sheki kiyapti, bir qayerda bilan somsan hidi chiqib keladi deb yo'men. Ana bu nasib bo'lsa fuqarolikdan olasiz, aziz, bir zaложник bo'lib Ukrainaga. Azaki rostdan aytyapman, shu mehmon bo'lib keling akajon, men sizga kecha lichkada ham uylarimni ko'rsatdim, o'zimni ham ko'rsatdim. Men oddiy qizman aka. Prosta kelib bir kunlik emas, 10 kunlik mehmoni bo'ling. Prosta kelib shunday mehmoni bo'ling, tamom. Xo'p bo'ladi jonim, xo'p bo'ladi. Bir og'iz so'zingiz. Ondan ketdi. Bu shu. Nima desiz shu? Dasxat berib ketsangiz bo'ldi menga. Bo'l, dasxat pechat bosaman jonim, pechat bosaman men. Bila, 9 oydan beri pechat bosilmagan narsalar amal qo'shar ekan. Yine uyasizmi size gibi. Jonim. Nima bor? Tuppa tuzuk bir ayol desak, tuppa tuzuk fohish ekan-ku bu. Ya, madaniyat bilan. Yaxshi qiz. Yo'q, Abini ham efirga kelib shunaqa gaplarni yozadimi? Gapiradimi? Kimsan? Bersaydi siz yo'qaysiz. Nima deydi? Jonim, sizni men shunaqa sevamanki, siz tasavvur qila olmaysiz jonginam. Bola chaqamdan kechaman deydi aka. Ya astag'firullah, ya astag'firullah. Siz uchun yashayman. Umringiz tugab qolsa men umrimni yarmini beraman sizga, ikkovimiz bo'lishib yashaymiz jonim.